Ana endi ikkita quyon bilan bitta o'qni bemalol ursangiz bo'ladi. Qaranglar, yog'ochdan tom qiladigan bo'lsangiz, bitta tepsangiz mana bunday chirib ketadi, qurtaydi, 3 yilda tinchiydi. Kontri materialdan tom qiladigan bo'lsangiz, bitta tepadigan bo'lsangiz, qarang, oyog'ingizni ham sindirib oladi, zo'ridan bo'ladi. Endi sizlarga o't yoqib ko'rsatib beraman. Xalqlarni ko'rasizlar. Yog'och qanaqangi bo'ladi, temir qanaqa bo'ladi. Qaranglar, shuni yoqamizda, endi benzin xavfli bo'lganini hisobiga ehtiyot bo'lamiz. Qaranglar. Mana ko'ryapsizlar, yog'och holi kuyib, dabdalashib ketadi. Kontri materialimiz hech narsa qilmaydigandan bo'ladi, zo'ridan bo'ladi, baquvvatidan bo'ladi. Mana arqonni qaranglar, baylab qo'yganman, qarang. Hech narsa qilmayapti. Shuncha yuk bilan tortyapman, hech narsa qilmayapti. Akalar, kimga kontri materialdan tom yopish xizmat kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Ko'rib turgansizlar, nelarni Namanganning yangi qo'rg'oni. Xullas 2000 kvadrat joyda 1 kvadratini 230 mingdan qidiryapti ekan. Shunga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Yaxshi niyatda metan ochasizmi, propan ochasizmi, to'yxona qilasizmi, molxona, qo'yxona, teplitsa har qanday tom yopish xizmatlarini ustakalarga topshirasizlar. O'zlari kelib, hamma narsasi o'zlaridan chiroyli qilib yopib berar ekan. Sizdan kerak bo'lgan narsa yotog'i, oziq-ovqatini hamda elektr tokini qilib bersalar ham bo'ldi ekan.